Assalomu alaykum, hurmatli Instagram, Telegram guruhimiz a'zolari. Yaxshimisiz? Xudo xolasa mana bugun 27-aprel, 27-simi, 28-mi? 28-aprel. Berniy savqozdan mana Aysha opamiz kelib, uголок kuxonniy mebel xarid qildilar. 3.350 ming so'mlik savdo xarid qildilar. Xudo xolasa mana omadli konvert o'yinida ishtirok etyapti. Mana Aysha opa hammasida sovg'a bor, 29 dana bilet. Xalagan birisini tanlang, shu sovg'a sizga. Omad. Tanlang masalan. Xalasangiz o'rtasidan, xalasangiz chetidan farq yo'q, ochib-ochib tanlab oladi. Mana bu. Mana hurmatli obunachilar, Aysha opamiz tanladi. Endi ichida nima narsa bor ekanini hozir biz bilmaymiz buni. Xudo xolasa ko'rib olamiz buni. Xo'p, hurmatli obunachilar, Aysha opamizning tanlagan sovg'asi. Endi olib keldimmi, olib kelmadimmi? Ben o'chirib. Xo'p, mana Aysha opamizning tanlagan yutug'i hurmatli obunachilar, mana ichida turibdi. Endi bu narsaning ichida nima turganini men bilishim mumkin, lekin Aysha opam bilmaydi. Shuning uchun men bu konvertni mana sotib olib qolishim kerak. Bu narsani iloji bo'lsa Aysha opamdan. Aysha opa birdaniga 200 ming so'm pul beraman sizga. Qarang. Bu pulni olsangiz konvertda olmaysiz. Konvert ichida sovg'a menda halol. Pulda olib ketasiz. Qaysini tanlaysiz? Azam bilan yaxshi ne lekin? Konvert. Pul yaxshi bo'lib turibdi lekin opa. Konvert ko'ring, omad. Konvertni ko'rasiz, omadingizni ko'rasiz. Boring 300 ming so'm qilaman. Buni ichida yaxshi narsa bo'lishi mumkin, yomon narsa bo'lishi mumkin. Uni bilmadim, lekin mana sizga qo'ydim. 300 ming so'm pul taklif qilib turibman. Xalasangiz pullarni, xalasangiz konvertda olyapman. Bu narsa menda qoladi agar pul olsangiz. Konvert? Qat'iy shunda qoldingizmi? Bu konvertda siz konvertdan olsangiz, men konvertning ichida sovg'ani sizga beraman. Bu narsani. Agar pul tanlasangiz, mana pulni beraman. Konvert tanladingizmi? Bola bilan maslahatlashib bering. Nima qilamiz? Pul olamizmi, konvert olamizmi? Ayting. Konvertni ochib ko'ramizmi? Bo'ldi. Shunda qat'iy qoldingiz. Pulni olmadingiz. Hurmatli obunachilar, mana pulni olmadi. Aysha opamiz konvert oldilar. Xudo xolasa mana konvertning ichida qanday yutuq chiqishini, endi bu mana ichida xamat ko'rdingizmi? Bu narsa Xudo xolasa nol narsa. Plastik gupsi 86 ming so'mlik deydi. Ko'rdingizmi? Bu omad bu narsa. Ana 300 ming so'm pul taklif qildim, olmadingiz. Pulni